Miyoma qachondan beri? Ko'p tugulli miyomalar bor ekan bachadonda. Bir nechta. Bu ham o'shanda boshlangan. Meditsina 3 yildir davolanaman. Hozir gormonal o'zgarish bo'lib 4 oydan beri hayz yo'q edi. Bunda hozir bor. Giyohlar ichib boshladim. Onam hozir natija ko'rdingizmi? Dorilarni ichib, giyohlarni ichib, o'sha sikllar joyiga keldimi? Yaxshimi? Ishonsa bo'lar ekanmi demoqchi. Chunki umuman butun O'zbekiston bo'yicha viloyatlarda baribir qidirishanida sizga o'xshagan muammoli ayollarimiz qayerda bir natija bor ekan, davo bor ekan qidirib qoladi. Bu videoni olayotganimiz sababi o'zingiz og'zingizdan, misol bemorni og'zidan eshitib natija olgan bo'lsa, demak ishonchli ekan degan fikr uyg'onadi odamlarda. Shuni hisobidan endi o'zingiz ko'ringaningiz yo'q, men faqat shifokorda olyapman. Shuning uchun savolni to'liqroq berib qo'ydim. Xursandmisiz ish qilib? Yashang. Go'zal opa, hozir aptekaga chiqsangiz sizga hozir qo'lingizda giyoh yo'q-a? Bolalar sotib ketdimi? Yo'q, sotib olmagansiz-a hali. Ha, yo'q. Hozir aptekadan giyohlarni oling, qizlar o'zi tepaga joylashadi sizga.